Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan operatorlar mavzusida gaplashamiz. Demak, operatorlar mavzusi bo'yicha bizlar ko'rib chiqadigan rejalarimiz if va if else sharti, switch operatorlar, uchlik operatori, for takrorlanish operatori, while takrorlanish operatori, do while va if go takrorlanish operatorlarini ko'rib chiqamiz. If va if else shartlari bu alohida operatsiyalar to'plami bo'lib, bu operatsiyalar mantiqiy qiymatlar, ya'ni pul tipidagi qiymatlarni qaytaradi. Ifoda rost bo'lsa, amallarni bajarish, agar yolg'on bo'lsa, boshqa amallarni bajarishni ko'rib chiqadi. Agar ifoda rost bo'lsa, rost, ifoda noto'g'ri bo'lsa, false qiymatini qaytaradi. Bunday operatsiyalarga taqqoslash va mantiqiy amallar kiradi. Taqqoslash operatsiyalari ikkita operator taqqoslaydi va pul qiymatini qaytaradi. Ifoda rost bo'lsa aytganda true, ifoda noto'g'ri bo'lsa false operatsiyasidan qaytarar ekan. Bu tenglik operatsiyasi, demak, ko'rib turibmiz. Tenglik operatsiyasi nima qiladi? Ikkita amalni taqqoslaydi. Agarda bilamizki, bizlarda mantiqiy amallar belgilashimiz uchun bul tipi kerak bo'ladi va o'zgaruvchi bul tipida e'lon qilinyapti. A va B bir teng bo'lsa, S ga teng bo'lsa rost, ya'ni true ni ta'minlaydi, yolg'on bo'lsa false ni ta'minlaydi. Agarda 10 4 ga teng bo'lmasa, demak S'imiz false ga teng bo'lar ekan. Demak, bu ham taqqoslash operatori. Endi bu teng bo'lmasa degan qiymat qaytaradi. Teng bo'lmasa rost, teng bo'lsa esa yolg'on qiymatni qaytaradi. Mana bu yerda 10imiz 4 ga teng emas deb shart qo'yilyapti. Shartimiz haqiqatan rost bo'lsa, rostni S ga ta'minlaydi. Mana bu yerda esa yolg'onni ta'minlaydi. Sababi A'miz B ga teng emas deyapmiz. Bu narsa haqiqatan ham rost. 14 ga teng emas va C qiymatimiz tenga true ga teng bo'lib qoladi. D esa rost yolg'onga teng bo'lishi, A 10 ga teng emas. A'ning qiymatimizni ko'rib turibmiz 10, o'zi aslida teng bo'lmaganligi uchun, demak, teng bo'lganligi uchun false qaytaradi. Chunki bu yerda teng emas deb aytyapmiz. Lekin 10 ga teng. Bu esa operatsiya kichik operatsiyasi. Endi bunda ham taqqoslanadi. A B dan kichkina. Bu narsa 14 dan kichkinami? Kichkina emas. Demak, bu yerda false qiymati S ga ta'minlanadi. Agarda teskarisi bo'lganda rost bo'lardi. Mana bunday bo'lganda esa qiymatimiz rostga bo'ladi. Haqiqatan ham 14 dan katta. Shuning uchun true qiymati bu yerda mantiqiy qiymat qaytariladi. Endi bu yerda kichik yoki teng operatsiyasi. Kichik yoki teng. Endi bu yerda ikkita shart bor. Yo kichik bo'lish kerak yoki-da teng bo'lish kerak. Mana bu holatda A B dan kichkinami yoki tengmi? Bu holatda yolg'on, chunki 14 dan kichkina ham emas va teng ham emas. Shuning uchun false qiymat qaytaradi. Mana bu holatda esa A 25 dan kichikmi yoki teng? Bu yerda true qaytaradi. Sababi A'miz 25 dan kichik, tenglik shart emas bajarilishi. Kichik bo'lsa ham yoki teng bo'lsa ham rost qiymatni qaytarar ekan. Mana bu esa uning teskarisi, katta yoki teng. Mana bu holatda A B dan kattami? 14 dan katta yoki teng. Bu yerda kattaligi o'zi yetadi. Demak, bu holatda ham true qiymatni qaytarar ekan. Demak, mana bu yerda endi mantiqiy qo'shish amallari endi bu yerda qanday bo'ladi? Mantiqiy qo'shish, mantiqiy ko'paytirish amallar. Endi mana bu yerda 5 6 dan kattami? Agarda 5 6 dan katta emas, to'g'rimi? Bu yerda yolg'on chiqadi. Mana bu yerda esa 4 6 dan kichkinami? Bu holatda esa true chiqadi. Endi mantiqiy qo'shish false ga true ni qo'shadi. Mana bu yerda natijalar ko'rsatilgan. False, true.
false'ga true'ni qo'shsak bu true, ya'ni 1 ga 0 ni, ya'ni 0 ga 1 da qo'shadigan bo'lsak, bu rost degani. Demak, bir qiymat bu rost. Demak, natijamiz rost chiqadi. Mana bu yerda esa 5 6 dan katta deganimiz rost yolg'on qiymat, 4 6 dan katta deganimiz ham yolg'on qiymat. Ikkalasidan ham yolg'on qiymat chiqadi va o'rtada mantiqiy qo'shish, yolg'onga yolg'onni qo'shadigan bo'lsak, natijamiz x2 ga yolg'on ta'minlanar ekan. Mantiqiy ko'paytirish. Mantiqiy ko'paytirish qanday ishlaydi? Endi mana bu yerda 5 6 dan katta degan narsa yolg'on, 4 6 dan kichkina degan narsa esa rost. Endi mana buni qavs ichidan yolg'on chiqdi. Mana bu qavs ichidan rost chiqdi. Rostga yolg'onni ko'paytiradigan bo'lsak, endi bizlarda natijamiz yolg'on chiqar ekan. Undan keyin mantiqiy qo'shilish. Endi bunda ham mantiqiy qo'shish, bunda ham mantiqiy qo'shish, ikkalasi ham bir xil amal bajariladi. Lekin mana bu yerda qaysi birinchisi rost bo'ladigan bo'lsa, amallarni shu yerda to'xtatadi. Bo'ldi, qolganlarni hisoblab o'tirish shart emas, qo'shish bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mantiqiy qo'shish. Chunki bilamiz, birga nechta 0 qo'shsak ham baribir rost chiqadi. Mana bu esa mantiqiy ko'paytirish operatsiyasi esa bunda ham qaysi biri birinchi yolg'on chiqadigan bo'lsa, qolganlari ham yolg'on bo'lib ketadi. Sababi 0 ga qancha sonni ko'paytirgan taqdirimizda ham yolg'on chiqadi. Keyingisi mantiqiy inkor. Mantiqiy inkor amalini ko'rdik. Biz amallarni nima qiladi? Teskarisiga aylantirib yuboradi. Rost bo'lsa yolg'on, yolg'on bo'lsa rostga. Endi inklyuziv yoki xor operatsiyasini ham bizlar ko'rgan edik o'tgan darsimizda. Demak, o'tgan darsimizda aytgandik. Faqat u yerda razryadlar ustida ishlagandik. Endi biz mantiqiy amallar ustida ishlaymiz. Demak, bu yerda 5 ga birinchi o'rinda bu ikkalasini solishtiradi. 5 6 dan katta yolg'on, 4 6 dan kichkina bu rost. Endi tasavvur qiling, biz razryadlar ustiga ikkalasi ham har xil bo'lganda rost chiqish kerak. Eksklyuziv amali. Demak, false ga true'ni eksklyuziv qiladigan bo'lsak, bu rost chiqadi. Sababi ikkalasi ham har xil bo'lgan holatda rost, qolgan barcha holatlarda yolg'on chiqishi kerak. Mana undan keyin endi biz if else konstruksiyasini ko'rib chiqamiz. If else bu shart operatsiyasi hisoblanadi. Bu yerda if ichida shart beriladi. If o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, agarda. Agarda shartimiz rost bo'ladigan bo'lsa, birinchi blok amalga oshiriladi. Agarda yolg'on bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi blok, mana bu blokning ichidagi operatsiya bajariladi. Misol ko'ramiz. Bizlar o'zgaruvchilar e'lon qildik. Ikkita num1 va num2 butun tipda 8 va 6 larni ularga qiymat berdik. Endi num1 num2 dan katta deyapmiz. Bu narsa rost bo'lsa, mana bu yerda birinchi amal bajariladi. Agar u aytgan narsa num1 num2 dan kichkina yoki katta bo'lmasa, mana bu amal bajariladi. Ya'ni num1 8 ga teng, num2 6 ga teng, 8 6 dan katta. Demak, kattaligi rost. Demak, rost bo'lgandan keyin mana bu faqat ekranga konsol variantda num1 soni num2 sonidan katta degan yozuv ekranga chiqadi. Bu yerda faqat if sharti ishlatilgan holati. Agarda shart yolg'on bo'ladigan bo'lsa, hech qanday operatsiya amalga oshmaydi. Demak, switch operatsiyasi aynan if else qurilishiga o'xshaydi. Chunki bir vaqtning o'zida bir nechta shartlarni qayta ishlashga imkon beradi. Ya'ni bu yerda selection bu o'zgaruvchi selectionga agar ixtiyoriy son keladigan bo'lsa, masalan 4 keladigan bo'lsa, mana bu bo'limlarning ichidagi ixtiyoriy bittasi, masalan 4 keladigan bo'lsa, ekranga faqat konsol variantlarning yaxshi degan so'z ekranga chiqadi. Bu yerda selection ixtiyoriy butun tipdagi o'zgaruvchi. Mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. O'zgaruvchi berilyapti num1. Unga bir o'zgaruvchisi berilyapti. Bu yerga num1 o'rniga 1 keladigan bo'lsa, faqat mana bu case 1 dagi
amal bajariladi.